Biz hozir elektrichkada Hojikentgacha ketmoqchimiz. Hammaga salom. Biz hozir Yujniy vokzal, Toshkentdagi Yujniy vokzalga keldik. Вот, mana bu parkovkasi bor ekan. Parkovkasini ham bir rasmga olib tursam bo'lardi. Не знаю, не успела. Вот, hozirga ko'rsataman. Mana Yujniy vokzal. Nega kelganimizni? Chunki Yujniy vokzaldan оказывается Hojikentga, bilasizlar Hojikent qat Bochka taraf, bilsanglar agar, bilmasanglar Hojikent. Tog', Toshkentning tog'i. O'sha yerga elektrichka qo'yilgan ekan. Men ham endi birinchi marta ketyapman, o'rtog'im sababli. Endi shu yerga ketamiz. Elektrichkada. Nech pulligini bilmayman. Hozir videoga olaman. Agar voy xudo, o'zingga shukr. O'shanda ko'rsataman sizlarga ham. O'zbekiston shirinliklari. Otini qaraydi. Tez-tez shirin shokoladli deb qo'yish. Ha, uni qarang. Voy, bilmadim. Mazasini. Yo, agar chanqab qolsanglar yo'lda yoki yo'ldan oldin ichmoqchi bo'lsanglar, oshqa ko'rkilar qidirishadi. Nescafe. Shirinliklar, o'yinchoqlar. Bu yerda har xil narsalar. To'rt yuzini qaraylar, tashqari. Вот, biza kofe qildirib oldik. 5000 so'mga. Nescafe kofe. Usti yopilmadi faqat. Mana o'rtog'im ham kelyapti. Ko'rsatma, vlog olyapman. Mana 5000 so'mdan mana shu yerda ichsanglar bo'ladi. To'xtanglar, men ham video olaylik. Agar vdруг kimdadir karta bo'lsa, mana bu yerda bankomatlar ham bor. Tualet ham bor. Hozir bu Toshkent qo'ng'iroqqa ketayotgan ekan. Bu o'rtog'im bizga polnishda yo'lni ko'rsatib ketadi. Alo. Gapiring. Toshkent qo'ng'iroqqa ketyapti poyezdimizda. Birinchi yo'lda bizni ikkinchi yo'lga o'tib olishimiz kerak. Poyezd o'tgandan keyin o'tib olamiz hozir. Mana mana shunaqa temir yo'l. Bu mana vokzalimiz, mana bunaqa ventilator. Qaranglar. Ikkinchi vagonda o'tirdik. Odam kam yo'q. Mana endi chiqadi. Какие ощущения? Zo'r. Men 10 yil oldin chiqqanman. Xudo birinchi marta chiqib o'tganman. Da? Sideniyalar unaqa ekan. Men umuman chiqmaganman. Endi birinchi marta chiqqanday bo'ldi. Biz o'tirib oldik mana vokzaldamiz. O'rtog'im bilan kofelar ichib ketyapmiz. Narxini boya aytmagandim. Narxini ham aytib ketaylik. Ochib ko'rsatasiz. Otto kartalardan yechishar ekan 10 ming. Viza kartangiz bo'lsa, viza kartadan ham berishadi. Summaviy kartaga любой narsadan to'lasanglar bo'ladi. Даже вот mana shu avtobus, metrolarga urib yuradigan kartalarni ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Shunaqa. Davom etamiz. Keyin yana yo'lda nimadirlarni Bitta ko'rsatib ko'rsatib yuboring, nimadir. 9,5 ming deb yozishibdim. Balkim bu kichkinalarga bo'lsa kerak. Biz kichkina emasmiz. Endi hozir mana shunaqa elektrichkada ketyapmiz. Qaranglar. Bir yarim soatda chiqqan bo'lsak, to'g'rilab yetib borar ekanmiz. Yarim soatda yurarkandik.
ostanovkada biz tushib qoldik. Hozir bu G'azalkent ostanovkasi. Ha. G'azalkent ostanovkasi bu o'rtog'im. Mana bunaqa qaranglar. Tako уже havo boshqacha. Узбекский bilindi. Da. Ha, tog'ga boramiz. Videoda ko'rsatamiz. Mana. Hozir yuramiz. Bosh joyida. Tavchanlarga yaqinlashdimda. Qaranglar endi. Uy. Mana shunaqa tepalida mana mamta sessiyalar bo'ladi, qaranglar. Işte biz tepaga chiqib oldik. Mana men pastda uylar bor. Qurilishlar, uylar. Lekin anaqada sap-sari bo'lib yotibdi. Boshqa davlatlarda ham yashil bo'ladi-ku, bizlarniki sap-sari. Lekin shunda ham bor yashil joylar. Qaranglar, mana bu tarafida bor yashil joylar. Hozir Oqtoshdamiz. Hozirga zo'r bitta chiroyli joy ko'rsataman. Oqtoshda, qaranglar. Это restoran. Chiroylikkina. Shunaqa oynasi katta. Joylarni yaxshi ko'raman-da, вообще. Bundoq terrasasi. Bildim. Keldik. Da. Qaranglar, shunaqa vid. Mana Oy Parishkalar o'tiribdilar. И yana kuxnya zo'r. Da? Buxarskida. Xos ko'ramiz kuxnyasini. Hozir menyu beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Приятного аппетита. Bavaza ichkim kelyapti. Yaxshi. Voy, sati ham bor ekan. Da. Rosa menyu zo'r. Chiroyli ekan, krasочный. Sizga vaguri yoqadimi? Bilmasam. Vaguri yarim kilo berasizlar. Mana hozir voy, go'shtlarni qaranglar. Asallarni kelib yotibdi. Ay, asal emas, oddiy arilar. Bunaqa ovqat zakaz qildik. Buxarskiy bu nima edi? Vaguri. Vaguri. Voy. Vaguri hozir yeymiz. Mana endi gapiring nimadir. Mana hozir endi vaguri keldi. Bu chiroqchi salatini aytdik. Mani yaqin o'rtog'im Qashqadaryolik o'rtog'im bo'lgani uchun Qashqadaryocha salat, ovqat, go'shtlarni hammasini, ismlarini hammasini bilaman. Вот. O'shandan biz ham endi yeb ko'ramiz. Shahnoza opam tufayli rosa ko'p borganman Qarshiga, filial qildik bizni, Tilnat Resisi filialini. O'shanda ko'p yeb ko'rganman.